Kuni kecha Oliy Majlis huzuridagi Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi hududlar kesimida aholi bandligini ta'minlash, ijtimoiy muhofaza va sog'liqni saqlash, atrof-muhit va sanitar-gigiyenik holatni yaxshilash, ta'lim, madaniyat va sportni rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish kabi yo'nalishlarda davlat granti tanlovini e'lon qildi. 170 ta loyiha uchun 18 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratilgan bo'lib, bitta loyiha 200 million so'mgacha moliyalashtiriladi. Gap shundaki, bu yildan boshlab har galgidan farqli o'laroq fuqarolik jamiyati institutlari grant tanlovlarida ngo.go.uz yagona onlayn platforma orqali ishtirok etadilar. O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis huzuridagi Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan tashkil etilgan seminarda mazkur platformadan foydalanish tartibi batafsil tushuntirildi. Bugungi seminar juda ham bir mazmunli bo'ldi, chunki mana shu elektron platforma bilan nodavlat tashkilotlar qanday ishlash kerak, har bir o'sha bo'limlari, yo'nalishlari bo'yicha batafsil tushuntirishlar olib borildi. Bu platforma biz kabi nodavlat tashkilotlar uchun juda ham qulay, yengilliklar, osonliklar yaratadi. Shu bilan birgalikda o'sha loyihalarimizni oshkoraligini ta'minlab beradi. Asosiysi, ilgari pochta orqali jo'natardik, qog'ozlar sarflardik, vaqtimizni sarflardik, pochtaga pul to'lardik. Mana shu narsalarga endi chek qo'yildi. Seminarda qayd etildiki, o'tgan yillar davomida e'lon qilingan davlat granti tanlovlarida nodavlat notijorat tashkilotlarining moddiy texnik bazasini mustahkamlashga ham e'tibor qaratilgan va hududlar kesimida mutanosib ravishda taqsimlangan. Joriy yilda esa mablag'larning asosiy qismi muammolarni bartaraf etishga yo'naltiriladi va davlat grantlari soni respublikaning barcha hududi bo'yicha teng taqsimlanadi.